Diqqat janoza. O'zbekistonning sobiq iqtisodiyot vaziri vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Bugun 7-aprel kuni davlat va jamoat arbobi Vyacheslav Arkadievich Galishev 75 yoshda vafot etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Bu haqida O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumot uchun, Vyacheslav Galishev 1951-yil 4-mayda Rossiya Federatsiyasining Omsk shahrida tug'ilgan. 1972-yilda Toshkent Xalq xo'jaligi institutini, hozirgi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tugatib, iqtisodchi mutaxassisligini olgan. 1980-yilda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti aspiranturasini tamomlagan va nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Mehnat faoliyatini matbaa sohasida iqtisodchi sifatida boshlab, keyinchalik Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, O'zbekiston davlat reja qo'mitasi huzuridagi iqtisodiyot va normativlar ilmiy tadqiqot instituti hamda respublika partiya va davlat organlarida turli lavozimlarda ishlagan. Davlat va jamoat arbobi iqtisodiyot sohasidagi yirik olim va mutaxassis, yoshlarning mehribon ustozi, samimiy va kamtarin inson Vyacheslav Arkadievich Galishevning xotirasi qalbimizda hamisha saqlanib qoladi, deyiladi ta'ziya xatida. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.